Assalomu alaykum. Renessans minbari tok-shousi efirda bugun ham sizlar uchun qiziq bo'lgan va muhim bo'lgan mavzulardan birini muhokama qilamiz. Demak, raqamli savodxonlik va kiber madaniyatni yuksaltirish borasidagi ishlar mavzusini muhokama qilamiz. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalariga kirib keldi. Yangi texnologiyalar, yangi ilova va dasturlar sun'iy intellekt imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Bu jarayonlar iqtisodiyotning imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga hayotimizga muhim tahdidlarni ham olib kelyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan sun'iy intellekt yordamida firibgarlik, bundan tashqari aldov va fake ma'lumotlarni tarqatish, manipulyatsiya, dezinformatsiya holatlari ko'payib bormoqda. Bundan tashqari shaxsiy ma'lumotlarni buzib kirish, bank kartalaridan pullarni ko'chirib olish holatlari afsuski bugun ko'plab yurtdoshlarimiz orasida qayd etilyapti. Bugun esa studiyamizda aynan mana shu mavzuni muhokama qilish uchun ekspertlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, barchangizni xush ko'rdik. Ta'kidlab o'tish joizki, ushbu masala bugun dolzarbligini, globalligini yo'qotmayapti. Birgina ma'lumot o'rnida aytishimiz kerak, o'tgan yil, ya'ni 2025-yilda kiber jinoyatlar dunyo bo'yicha 11,4 trillion dollarga baholangan ekan va 2026-yilda bu ko'rsatkich 25,8 trillionga yetishi taxmin qilinmoqda. Va bu raqamlar ichida afsuski O'zbekiston ham bor. O'zbekistonda oxirgi yillarda IT orqali sodir etilgan jinoyatlar ko'plab uchramoqda. Bular haqida ma'lumot olsak dastlab sizdan. Assalomu alaykum avvalambor. Bugungi kunda xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha sodir etilgan jinoyatlarni misol uchun 16 mingta deb oladigan bo'lsak, asosan bank kartadan pul mablag'larini o'g'irlash yoki bo'lmasam nomiga onlayn kredit olish holatlari juda ko'p uchramoqda. Fuqarolarimizni ko'pchiligi, mana xabaringiz bor, 7 yoshdan 70 yoshgacha hammamiz ijtimoiy tarmoq va internetlarda faolligimiz sababli bu sohadagi qo'shtirnoq ishidagi kiber firibgarlar ulardan unumli foydalanib asosiy yoshi katta shaxslarga qo'ng'iroqlar amalga oshirib o'zini to'lov tizimi yoki bank xodimlarini sifatida tanishtirib kartasiga kiber hujumlar bo'layotganligini yoki bo'lmasa kimdir nomiga onlayn kredit olishga urinishini vaj qilib ko'rsatib aldab katta miqdorda kredit summalarini oformib qilib ketish holatlari ko'p bo'ldi. Yoki mana hozirgi kunda bugungi kunda dolzarb bo'layotgan narsa bank kartasidan pul o'g'irlash holati. O'g'irlash holati qanday sodir bo'lyapti? Akkauntlarni soxta akkauntlar yaratib, o'zini tanishlarini nomidan pul so'rash holati juda ko'p uchramoqda. Qarz berib turing, ertagacha berib turaman, shu ko'rinishda ovozli xabar yoki bo'lmasa SMS xabarlar jo'natib, ularning kartasiga pul mablag'larini tushirib olish holatlari juda ko'p uchramoqda. Bu holatlarda fuqarolarimizdan iltimos qilib qolardik, kim eng yaqini bo'lsa ham qo'ng'iroq orqali aniqlik kiritmasdan turib pul mablag'larini begona shaxslarga, tanishlariga o'tkazib bermaslikni. Jumladan Prezident Shavkat Mirziyoyev xalqaro darajadagi yirik sammitlarda ham, bundan tashqari mamlakatimizda o'tkaziladigan yig'ilishlarda ham ushbu muammoga bir necha marotaba murojaat qilganlar va e'tibor qaratganlar. Jumladan Toshkent shahrida xavfsizlik muhitini shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha namunaviy amaliyotni yaratish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishini ham misol keltirishimiz mumkin. Va eng ko'p uchraydigan usullar, zararlar haqida ham aynan mana shu yig'ilishda ta'kidlab o'tildi. Marhamat, sizdan ma'lumot olsak bu bo'yicha. Eng ko'p uchrayotgan usullar xususida gapirildi. Bu hozir kiber jinoyatchilik bo'yicha zararli havola va dasturlar eng ko'p uchrayotgan bizda 38% ga ijtimoiy tarmoq 38% demak. 38% da. Ijtimoiy tarmoqlarda yoki onlayn savdo platformalarida sotuvchi yoki xaridor bo'lib aldanish orqali 18% hozir. Bundan tashqari soxta trading va onlayn pulni ko'paytirish bo'yicha aldov firibgarliklar 16% ga yetgan. Soxta qo'ng'iroq orqali bank xodimi yoki ichki ishlar xodimimiz deb aldab qo'ng'iroq qilishadi. Bular 7%. Bundan tashqari onlayn mikroqarz va kredit rasmiylashtirish ham bor, u 3% hozirda. Farg'ona shahrida yashovchi 40 yoshli ushbu fuqaro rahbarlik qilgan jami 34 kishidan iborat jinoiy guruh Farg'ona va Toshkent shaharlarida binolarni ijaraga olib, kol markazlari niqobi ostida faoliyat yuritgan. Мы снимали деньги граждан Российской Федерации. Rossiya Federatsiyasi fuqarolarining pullarini yechib olib, O'zbekistonga o'tkazardik. Bu ishlarni bevosita do'stlarim bajarardi, lekin meni guruh rahbari sifatida ko'rsatishgan.
Ular axborot texnologiyalari yordamida Rossiya Federatsiyasida dori vositalari hamda biologik faol qo'shimchalar savdosi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning 70 mingdan ortiq mijozlari to'g'risidagi ma'lumotlarni qo'lga kiritishgan. So'ngra bo'lg'usi o'ljalari bilan qay tarzda muomala qilish bo'yicha o'rgatilgan operatorlar SIM telefoniya va Zoiper ilovalari orqali asosan keksa yoshdagilarga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini huquqni muhofaza qiluvchi organlar va bank xodimlari sifatida tanishtirib, go'yoki kompaniya tomonidan sifatsiz dori vositalari va biologik faol qo'shimchalar sotilganligini ta'kidlagan holda mijozlarga 500 mingdan 580 ming rublgacha miqdorda kompensatsiya to'lab berilishini aytishgan. Buning uchun esa fuqarolar 5 mingdan 20 ming rublgacha miqdorda soliq to'lashlari kerakligiga ishontirilgan. Men kol markazining boshlig'i edim. Odamlarni ishga olib, ularga ro'yxat va topshiriq berardim. В имеющемся колл-центре суть работы заключалась, что Qo'l markazida ishlaganimizda o'zimizni Rossiya huquq-tartibot idoralari xodimlari deb tanishtirib, Rossiya Federatsiyasidagi jabrlanganlarga qo'ng'iroq qilardik. Ularga kompensatsiya puli berilishiga ishontirib, uni olish uchun sug'urta va omonat pullarini to'lashlarini talab qilardik. Rossiya fuqarolari bu pullarni to'lab aldanardi. российские граждане просили эти деньги и были обмануты. Мне сказали то, что нужно будет обзванивать клиентов. Menga Rossiya Federatsiyasidagi mijozlarga qo'ng'iroq qilib, ulardan dori vositalarini sotib olmaganligini, dorilar ularni sog'lig'iga qanday ta'sir qilganini so'rashim kerakligini aytishgan. Dori sotib olib, nojo'ya ta'sirga duch kelganlarni ushbu tashkilotga nisbatan firibgarlik va qalbaki mahsulotlarni tarqatish bo'yicha jinoyat ish qo'zg'atilganligi sababli ushbu dorilarni sotib olmaslikka chaqirardik. Ularga 580 ming rubl miqdorida kompensatsiya to'lanishini aytardik. 580 тысяч рублей. Jinoyat ishlari bo'yicha Yozyovon tuman sudi tomonidan uyushgan jinoiy guruh a'zolari tegishliligi bo'yicha Jinoyat kodeksining 168, 243, 278 prim 7 va 278 prim 8 moddalari bilan aybli deb topilib, ularning 21 nafariga 3 yil 6 oydan 9 yil 6 oy muddatgacha ozodlikdan mahrum etish jazolari tayinlandi. Qolgan 13 nafariga nisbatan 4 yil 3 oydan 4 yil 6 oygacha muddatga ozodlikni cheklash jazosi belgilanib, jarimalar qo'llanildi. Jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zarar esa undiriladigan bo'ldi. Umuman olganda bu kabi jinoyatlarning ssenariylari bir xil bo'ladi, to'g'rimi? Qanday bo'ladi? Mana shu ssenariylar haqida ham ma'lumot bera olasizmi? Kiber jinoyatchilar o'sha biz odatlangan bir xil ssenariylar, faqatgina afsuski biz aldanib qolyapmiz. Marhamat. Kiber jinoyatlar o'z aslida an'anaviy jinoyatlarga qaraganda boshqacharoq usullarda ya'ni sodir etiladi. Ya'ni bu butunlay texnika, texnologiyalardan foydalangan holda sodir etiladi. Ya'ni buni kim tomonidan, qanday usulda, qaysi joyda, qanday vaqtlarda sodir etilayotganligi to'liqligicha mavhum holatda bo'ladi. Ya'ni misol uchun bu jinoyatlar chet el fuqarolari tomonidan yoki chet elda yashovchi shaxslar tomonidan sodir etilayotganligi ham bo'lishi mumkin. Endi ssenariysiga to'xtaladigan bo'lsak, endi hamma hozirgi kunda Telegram ijtimoiy tarmoqlaridan, Instagram ijtimoiy tarmoqlaridan foydalanishadi va misol uchun ish qidirish mazmunida o'ziga jalb qiluvchi reklamalar bo'ladi. Ana o'shalarga soxta havolalar orqali o'sha saytlarni yaratishadi va ular ishga joylashish maqsadida o'sha sayt orqali o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini kiritishadi. Lekin unda ular maqsadi fuqarolarning maqsadi ishga joylashish, ishga ya'ni ro'yxatdan o'tish maqsadida o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini kiritishadi. Lekin bu aksincha o'sha firibgarlarning, kiber firibgarlarning aldov yo'llari, ya'ni ishga jalb qilish maqsadidagi yaratilgan soxta saytlar hisoblanishadi. Oddiygina harakatlar yuqorida ta'kidlab o'tdik, o'sha Telegram ijtimoiy tarmog'iga xabarlarni yuborish yoki APK fayllarni yuborish yoki pul so'rash holatlari. Mana shunaqa holatlar tumanda yashayotgan fuqarolar orasida ham kuzatildimi va ular murojaat qildimi? Ularga qanday bir yechimlar yoki takliflar yoki to'g'ri bir yo'llanmalar berildi? Bular haqida ham ma'lumot bera olasizmi bizga? Albatta, hozirgi paytda aytib o'tganimizdek, asosiy qismimiz o'sha soxta havolalar orqali, ya'ni zararli dasturlarga shaxsiy ma'lumotlarni kiritish orqali fuqarolarimiz ko'pchiligi jabrlangan. Yana o'sha treyderlik faoliyatidagi pullarni ko'paytirish. Endi tavsiya sifatida shuni keltirib o'tsak bo'ladiki, soxta havolalar. Har bitta tavsiyamiz shunaqaki, har bitta usulga nisbatan biz tavsiya berishimiz mumkin. Masalan, soxta havolalardan himoyalanish usuli qanday bo'lishi mumkin? Sizga tanishingizdan yoki bo'lmasa notanishdan yoki bo'lmasa internet tarmog'ida maxsus bir havolani siz tekshirmoqchisiz. Bu fake yoki haqiqiyligini.
Buni tekshirish uchun fake.cyber102.uz saytimiz bor. Ya'niki o'sha havolalarni nusxalab bu saytimizga joylashtirsak, shu joylashtirish uchun maxsus ajratilgan kartochkaga natijada bu ssilkamiz, ya'ni havolamiz fake yoki haqiqiyligi to'g'risida ma'lumot beradi. Bu oddiy usul. Fuqarolarimizga ham tavsiya bergan bo'lardim. Bu albatta birorta ma'lumot yoki bo'lmasa havolalarni to'ldirishdan oldin albatta uni haqiqiy yoki soxtaligini tekshirib olish nuqtai nazaridan. Endi treyderlik faoliyatiga keladigan bo'lsak, treyderlik faoliyati ko'plab davlatlarda bu rasmiy kasb sifatida haqiqatda bor, faoliyat ko'rsatishadi. Lekin hozirda shu O'zbekistonda o'sha rasmiy treyderlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy yoki yuridik shaxs ro'yxatdan o'tmagan. Ya'niki O'zbekistonda sizni pul mablag'laringizni qisqa muddat ichida juda ko'p foizga oshirib beraman degan taklif bilan sizga murojaat qilishdimi? Demak, bilingki, bu firibgar. Ularning taklifidan ham bilsak bo'ladi, o'sha ma'lum bir pul mablag'larini ma'lum bir soatlar ichida karrasiga ko'paytirib beraman degan mazmunda sizga taklif berishadiki, albatta bizni sodda aholimiz bu narsalarga tushib qolishi mumkin. Ertaga o'sha moddiy daromad topaman degan maqsadda o'z mablag'laridan ayrilib qolish holatlari kuzatiladi. Va umuman olganda mana shunaqa holat shaxsan o'zimda ham yaqinda kuzatildi, ya'ni ijtimoiy tarmog'imni vzlon deymiz, ya'ni biz xalq tilida aytganda egallab olindi va bu bo'yicha biz bir necha bor tok-shoularda murojaat qilganmiz yoki informatsion dasturda reportajlarni berib boramiz. Kiber madaniyat, kiber savodxonlik bo'yicha bilimlarimiz qaysidir ma'noda yetarli. Masalan, shaxsan o'zim APK fayllar deymiz, ularni olmaganman yoki kimgadir ovoz bering degan holatlarni o'tmaganman, lekin afsuski mening ham Telegramim mana shunday egallab olindi va yaqinlarimga, hamkasblarimga, oila a'zolarimga murojaatlar bo'ldi mening nomimda 7,5 million so'm pul so'rab. Ayrimlari qo'ng'iroq qilib bunga aniqlik kiritishdi, ayrimlari esa kam miqdorda bo'lsa ham pul o'tkazib berishini aytishganliklari ham bo'ldi, ayrimlar pul ham o'tkazib bergan. Afsuski, men ham mana shunday hujumga uchradim. Va albatta ichki ishlarga murojaat qilganimda esa afsuski menga hech qanday bir yechim taklif qila olishmadi. Va bu kabi holatlar faqat men bilan emas, O'zbekistondagi boshqa fuqarolar bilan ham kuzatilyapti. Ular qanday yo'l yo'riqlarni amalga oshirishi kerak? Marhamat. Hurmatli boshlovchi, bu aytganingizdek aytib o'tdik, soxta akkauntlar sizning nomingizdan profillaringizni, rasmlaringiz o'g'irlanadi, sizning nomingizdan soxta akkaunt yaratiladi va sizning nomingizdan kontaktingizdagi shaxslarga jo'natiladi. APK virusni bosmagan holatingizda ham. Qaysidir tanishingiz yoki nimangiz sizning raqamingiz u shaxsda bo'ladi va sizning nomingizga soxta akkauntlar yaratadi, soxta profil xuddi siznikidaqa keyin shuni qilib yaratib sizni tanishlaringizga jo'natadi siz nomingizdan. Qaysidir tanishingiz APK virusni bosib qo'ygan bo'ladi, boshqa holatlar bo'ladi, o'shaning kontaktida siz ham bo'lasiz va sizni nima o'rganib hakerlar siz nomingizdan soxta akkaunt yaratadi, profillar yaratib siz nomingizdan qarz so'rash yoki bo'lmasa boshqa holatlar sodir bo'lib turibdi. Buni oldini olish choralarida mana xabaringiz bor, Toshkent shahrida axborot texnologiya sohasidagi jinoyatchilikning oldini olish boshqarmasi ochilgan va barcha tumanlarimizda bo'linmalar tashkil etilgan. Biz axborot texnologiya sohasida jinoyatchilikning oldini olish bo'linma xodimlari har doim xalq bilan birgalikda mana shu yangi chiqayotgan kiber jinoyatlarning turlari yangi chiqdimi bugungi kunda, o'shalar haqida barcha kichkina Telegram mahalladagi guruhlar, uy boshliqlarining guruhlaridan tortib mahallada xonadonboy har bir shaxsga yetkazish choralarini ko'rib kelmoqda. Shunga qaramasdan gapingiz to'g'ri, bir qancha fuqarolarimiz jabrlanib qolyapti. Biz murojaat qilish uchun qisqa raqamlarni ham ayta olasizmi? Qisqa raqamlar hozircha 102 raqam, qisqa raqamiga murojaat qilasiz. Masalan, bizlar Toshkent shahri miqyosida oladigan bo'lsak, barchamiz axborot texnologiya sohasida jinoyatchilikni oldini olish xodimlari mahalla Telegram kanallariga o'zimizning shaxsiy raqamlarimizni ham tarqatganmiz. O'zimiz shaxsiy raqamlarimizga ham bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, maslahat yoki o'zining murojaatlarini qilishi mumkin. Telegram botlar tashkil qilganmiz, mana o'zimizda alohida kiber ana shu jinoyatni oldini olish xodimlari. Mana prezidentimiz tadbir bilan aytganda, jinoyatni sodir etgandan keyin emas, jinoyatni oldini olish choralarini ko'rib ishlab kelmoqdamiz.
Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi inson hayotini yengillashtirishi bilan birgalikda xavf ham tug'dirmoqda. Birgina o'tgan yilning o'zida poytaxtda 16 mingdan ortiq kiber jinoyatlar qayd etilgan bo'lib, fuqarolarning qariyb 2 trillion so'm mablag'lari o'zlashtirilgan. Ushbu kiber jinoyatlarning 38% zararli havola va dasturlar orqali, 18% soxta onlayn savdo platformalari orqali, 7% esa soxta qo'ng'iroqlar orqali amalga oshirilgan. Aldanayotganlar orasida nafaqat raqamli texnologiyalardan faol foydalanadiganlar, balki keksa va yolg'iz yashovchi fuqarolar ham mavjud. Yakka yolg'iz fuqaro notanish firibgarga ishonib 23 ming AQSh dollar pulini ishonib topshirib yuborgan. Uni organ davlat tashkilotidaman deb tanishtirgan, qo'rqitib siz qanaqangidir jinoyat to'g'risida uni ishontirib qo'ygan. Sen jinoyatchisan deganda uni yopishimiz uchun mana shu pullaringni berishing kerak deb ishontirib yashash xonadonida pullarni ochib ketgan holati bo'ldi. Jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda tergovga qadar tekshiruv ishlari olib bormoqda. Mutaxassis bilan suhbatlashish davomida aholi nazarida firibgarlar raqami sifatida qaraladigan 50 va 78 kodlari bilan boshlanuvchi raqamlar haqiqatan ham kiber jinoyatchilarga tegishli bo'lishi mumkinmi degan savolga javob oldik. To'g'ri emas. 50lik, 78lik o'zimizda ishlayotgan telefon nomerlari bor. Tavsiya uchun aytib o'tishim mumkin. Masalan, qanaqangi raqamdan qo'ng'iroq qilib, bir shaxsiy ma'lumotni so'rash holatlariga uchrasa yoki sal shubhali tuyulsa, go'shakni qo'yib, o'sha raqamga qayta qo'ng'iroq qilib ko'rsin. Qayta qo'ng'iroq qilsa, u raqam yoki ishlamaydi, yoki boshqa fuqaroga tushib qolgan holatlari bo'ladi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, aksariyat hollarda aholi mablag'larining kiber jinoyatchilar tomonidan talon-taroj qilinishiga ularning e'tiborsizligi ham sabab bo'lmoqda. Shuning uchun fuqarolarga SMS xabarnomalari orqali kelgan kodlarni begonalarga aytmaslik, shubhali xabarlarga ishonmaslik, Telegram profillariga 2 bosqichli kod qo'yish kabi ehtiyot choralarini ko'rish tavsiya etiladi. Voy siz aytib o'tdingiz, o'sha APK fayllarni yoki bo'lmasa zararli havolalarni bosmadim, lekin meni ham Telegram akkauntim hujumga uchradi hamda meni tanishlarimdan qarz so'rash holati kuzatildi o'z. Hamkasbimiz aytib o'tganidek, bu holat ikkita versiyada ko'rishimiz mumkin. Ya'ni birinchisi aynan sizning akkauntingizga o'xshagan akkaunt yaratgan holda hamkasbim aytib o'tgandek qarz so'rash mumkin. Ikkinchisi, shaxsan sizning akkauntingizni o'sha egallab olish natijasida sizni foydalanuvchilar ro'yxatidan chiqarib, sizning nomingizdan foydalanuvchi sifatida ham qarz so'rash holati kuzatiladi. Bunda o'sha qaysidir zararli havolalarni Telegram orqali bo'lmasa, boshqa ijtimoiy tarmoqlardan kelgan havolalar, zararli havolalarni o'sha bosib qo'yishingiz natijasida o'sha bu telefon qurilmamizga zararli dastur o'rnatilganligi oqibatida ertaga sizga o'sha Telegram akkauntingizni boshqaruv huquqi qo'lga kiritiladi. Buning natijasida ma'lum muddatdan keyin asosiy boshqaruvni o'ziga olgan holda sizni o'sha boshqaruvchilar ro'yxatidan chiqazadi. Demakki, uni sizni akkauntingiz to'liqligicha firibgarlar qo'liga o'tdi. Endi ular sizning nomingizdan o'sha yozishmalarni yoki qarz so'rash jarayonlarini amalga oshirishi mumkin. Xo'p, buning uchun asosiy o'sha ikkinchi versiyada, ya'niki sizni holat foydalanuvchilar ro'yxatidan chiqazib yuboradigan holatdagi tavsiyam shundan iboratki, Telegram akkauntida ham 2 bosqichli himoya bor. Ya'niki siz o'zingiz o'ylab topgan savol va uning javobini bilmaguningizcha boshqa birorta shaxs sizni Telegram akkauntingizdan foydalanuvchi sifatida ro'yxatdan o'ta olmaydi. Biz tavsiya beramiz, albatta o'sha 2 bosqichli himoyani yoqib qo'yishni tavsiya beramiz. Buning natijasida o'sha firibgarlik yoki akkauntlarni egallab olish holatlari keskin kamayadi. Tavsiya qilib qolamiz, har bitta tuman xodimlar xalqqa ogohlantirib chiqyapti. Telegramni 2 bosqichli himoya deb aytdilar hozir. Shu narsa eng kerakligi. Chunki shaxsiy ma'lumotlar tarqalgandan keyin APK fayli ham ko'payishni boshlaydi Telegramda. O'sha ma'lumotlarni olib Telegramni vzlom qilib olish holatlari ko'payadi. Bundan ham shuning uchun ehtiyotkorlik chorasini ko'rish kerak. 2 bosqichli himoya. Bundan tashqari One ID tizimi dasturi bor. Uni ham kodini almashtirish va plastik kartani iloji bo'lsa almashtirish choralari ko'rilishini ogohlantirib chiqilyapti fuqarolardan. Zamonaviy dunyoda yashayapmiz, raqamlashgan dunyoda yashayapmiz. Biz bitta manzilda turib ham uzoqdagi bir muammolarimizni hal qilyapmiz. Kerakli hujjatlarni ko'chirib olish yoki to'lovlarni amalga oshirish, kartalardan foydalanish yoki boshqa bir masalalar. Afsuski, bugun kiber jinoyatchilar mana shu kartalarga hujum qilish yoki shaxsiy ma'lumotlardan foydalangan holatda ko'plab fuqarolarimizni nomiga kreditlar rasmiylashtirish holatlari ham kuzatilyapti. Va bu borada qanday bir yechimlar taklif etilyapti? Misol uchun bu fuqaroning nomiga kredit rasmiylashtirilganligi bo'yicha fuqaroning o'zida ham ma'lumot yo'q-da. Afsuski, aldanib qolyapti. Qayerga murojaat qilish kerak? Bu ijobiy hal etiladimi yoki olingan kredit o'sha yillar davomida to'lanishga majbur qilinyaptimi? Onlayn kredit olish tizimi bundan bir necha yil avval mavjud bo'lmagan.
fuqarolarimizga qulaylik yaratish maqsadida o'sha bank tizimi tomonidan o'sha onlayn kredit rasmiylashtirish, ya'ni mikroqarz tushunchalari kirib keldi. Lekin o'sha kiber firibgarlar bu qulaylikdan ham o'zlarining g'arazli maqsadlariga erishish yo'lida foydalanishmoqda. Ya'ni qanday qilib o'sha fuqarolarni aldov yo'llari bilan, ya'ni ularni ishonchiga kirib turib bilan shaxsiy ma'lumotlarni, shaxsiy rasmlarini olib turib, ya'ni onlayn kredit rasmiylashtirilmoqda. Ya'ni bu holatda siz aytdingiz, fuqaroni o'zi ham xabardor bo'lmaydi, ya'ni kredit rasmiylashtirilganligi haqida. Faqatgina o'sha bank tomonidan qo'ng'iroq bo'lgandagina sizdan kredit olgansiz, to'lash muddati kelganligi haqida qo'ng'iroq qilishgandan keyin xabar topishyapti. Lekin yaqinda o'sha qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda, ya'ni asossiz ravishda rasmiylashtirilgan kreditlarni bekor qilish to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda va bu yaqin kunlarda amal qilishni boshlasa, o'zining ijobiy samarasini beradi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Bugungi kunda kibermakonda sodir etilayotgan jinoyatlar jahon miqyosida jiddiy xavfga aylanib bormoqda. Xalqaro tahlil markazlari baholashicha 2024-yilda dunyo bo'ylab kiber jinoyatlar sabab ko'rilgan umumiy moliyaviy zarar 16 milliard AQSh dollaridan oshgan. Mutaxassislarning prognozlariga ko'ra esa 2029-yilda bu ko'rsatkich 15-16 trillion dollarga yetishi mumkin. Bu raqamlar kiber jinoyatlar miqyosi an'anaviy jinoyatlardan ham oshib borayotganini ko'rsatadi. Jahon tajribasiga ko'ra kiber hujumlarning katta qismi murakkab texnik buzilishlar emas, balki inson bilan bog'liq. Bunday hujumlarning qariyb 80-90% foydalanuvchilarning ehtiyotsizligi, masalan, soxta havolalarga kirishi, ishonchsiz fayllarni yuklab olishi yoki kuchsiz parollardan foydalanishi oqibatida sodir bo'ladi. Rivojlangan davlatlarda ham bu muammo dolzarb hisoblanadi. Masalan, Avstraliyada 2024-yil internet foydalanuvchilarining deyarli 47% kamida bir marta kiber firibgarlik yoki hujum qurboniga aylangan. Bu holat shuni isbotlaydiki, hattoki texnologik jihatdan rivojlangan mamlakatlarda ham kiber savodxonlik yetarli darajada bo'lmasa, kiber jinoyatlar insonlarga jiddiy zarar yetkazadi. Shu sababli ko'plab davlatlar kiber savodxonlikni oshirishni ustuvor vazifa sifatida belgilagan. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Yaponiya va Janubiy Koreyada maktab va oliy ta'lim muassasalarida kiber xavfsizlik asoslari o'qitilmoqda. Bundan tashqari aholining keng qatlamlari uchun axborot kompaniyalari, onlayn treninglar va maxsus ogohlantirish tizimlari joriy etilgan. Xalqaro darajada esa davlatlar o'rtasida hamkorlik kuchayib, kiber jinoyatlarga qarshi konvensiyalar va qo'shma choralar ishlab chiqilmoqda. Bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, bugun kiber jinoyatchilar soni afsuski O'zbekistonda bo'lmasa ham O'zbekistonga hujum qiladigan boshqa davlatlarda uchrab turibdi. Shaxsan o'zimdagi holatni aytadigan bo'lsam, aynan mening Telegramim Rossiyada yashayotgan bir fuqaro tomonidan egallanganligi, ya'ni o'sha akkauntga qaraganimizda lokatsiya, ya'ni manzil Rossiyani berib turibdi-da. Va ko'plab kiber hujumlarga uchragan fuqarolarning ma'lum qilishicha, bu qanchalik rost yoki yolg'on, aynan mana shu O'zbekistondagi fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini olish, ularni nomiga kreditlarni rasmiylashtirish yoki akkauntlarni egallab olish va ulardan qarz so'rash holatlari juda ham ko'plab uchrayapti va yangi turlari ham paydo bo'lyapti. Ya'ni aynan o'sha shaxsning o'zidan foydalanib, sun'iy intellekt yordamida demak video tayyorlanyapti va pul so'rash holatlari. To'g'rimi? Yana qanday holatlar uchrayapti? Bu bo'yicha sizlarga aniq ma'lumotlar kelib tushadi, to'g'rimi? Albatta. Hozirgi kunda o'sha firibgarlarimiz boya aytib o'tganimizdek, asosan ikkita xil usulda asosiy bo'limga ajratsak bo'ladi. Ya'niki, siz o'z xohishingiz bilan firibgarlarga pulni o'tkazib berasiz. Qaysidir aldovlarga qurboni bo'lgan holatda pul ko'paytirishmi yoki bo'lmasa tanishlaringiz orqali qarz so'rashmi. Ikkinchi bir holatda sizga bog'liq bo'lmagan holda plastik kartangizdagi pul mablag'larini yechib olish holati. Bunday holatda plastik sizga bog'liq bo'lmagan holatni yechib olish uchun albatta ularga o'sha ilovalardan yoki bo'lsa plastik kartadan foydalanish huquqini beradigan ma'lum bir vaqt oralig'ida o'sha dastur deymizmi yoki bo'lmasa siz o'zingiz berib qo'ygan boyagidagi soxta kelgan silkalarimizni bosib qo'yish natijasida boshqa huquqini berib qo'yish natijasida bu sodir bo'ladi. Endi biz aytib o'tganimizdek, o'sha nomiga kredit rasmiylashtirish holatida albatta hozirda banklar o'sha Face ID tizimini yo'lga qo'ygan. Ya'niki siz yuzingiz bilan Face bilan tasdiqlamaguncha sizga kredit rasmiylashtirilmaydi. Endi bu aytib o'tdik, shaxsiy ma'lumotlar tarqab ketish holati bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni firibgarlar egallab olishi mumkin. Bunda qanday g'arazli maqsadda foydalanish mumkin? Birinchi, bu aytganimizdek tanishlaringizdan qarz so'rash mumkin. Buning uchun albatta ularga sizning kontaktlaringiz kerak bo'ladi. Ikkinchi holatda kredit rasmiylashtirish mumkin. Siz nomingizga. Uning uchun albatta sizga ikkinchi bosqich, ya'niki siz Face'dan o'tib berishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayonda siz turli xil aldov yo'llari bilan bo'lishi mumkin. Sizga ish taklif qilishi yoki bo'lmasam Telegram orqali o'sha video viziflar deymiz, video qo'ng'iroqlari orqali sizni Face'ingizni olish mumkin.
Bundan himoyalanish uchun samarali eng oddiy usuli har bitta shaxs o'ziga nisbatan kredit olishga taqiq o'rnatishi mumkin. Bu oson, o'sha MyGo ilovalari orqali yoki bo'lmasam davlat xizmatlari orqali ham o'rnatsangiz bo'ladi. Va buning natijasida ertaga sizga kredit rasmiylashtirish holati butkul to'xtatiladi. Ya'niki o'zingiz bankka murojaat qilgan taqdiringizda ham sizga kredit ajratish imkoniyati bo'lmaydi. Endi zarurat bo'lib qoldi, ertaga kredit olishga zarurat paydo bo'ldi. Bunday holatda o'sha o'rnatilgan taqiqni yechish orqali yana qaytadan kredit rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Albatta bu samarali usul hisoblanadi. yoki bo'lmasa o'sha tanlovlarda qatnashish, ya'ni menga ovoz bering, bu men uchun juda ham muhim, qaysidir davlatga 2 kishilik sayohat yo'llanmasini yutib olishim kerak degan bir kanallar ochish o'sha shaxslarning nomidan kuzatyapmiz, ko'ryapmiz va eng asosiysi bu robot shaklida emas, aynan shevaga xos bo'lgan yoki bo'lmasa aynan o'sha insonni akkauntini o'rgangan holatda unga mos bo'lgan so'zlardan foydalangan holatda yaratish yoki bo'lmasa mashhur shaxslarning yuzidan foydalanib ham bugun mana shunday jinoyatlar sodir etilyapti. Rahmat. Aytib o'tganingizdek, hozir menga ovoz bering holati yoki bir tanishimga, farzandim qanaqadir ko'rik-tanlovda, olimpiadalarda ishtirok etgan, buni akkaunti vzlom qilishgandan keyin o'sha shaxsning nomidan soxta akkaunt yaratilib, guruhlar tashkil qiladi-da. Odamlar o'sha kontaktdagi shaxslarni bir guruhga jamlab, ularga mana shu menga ovoz bering yoki boya aytgandek farzandimga ovoz bering degan ko'rinishdagi mavzular tashiydi. O'sha o'zining hattoki ovozini o'xshatib sun'iy intellekt orqali xuddi ovozdek qilib ovozli xabarlar jo'natadi va Telegramga shunga ovoz berish tugmasini bosib kirishingiz bilan sizning akkauntingizdan uzilon bo'lib, karta ma'lumotlaringiz, sizning ma'lumotlaringiz u yoqqa o'tib ketish holatlari juda ko'p uchramoqda. Buning uchun bir qancha videoroliklar, boshqa narsalar tayyorlab fuqarolarimizga tarqatganmiz, yetkazganmiz. Hech kimga ovoz bermang, tekshirmasdan turib shu holatlarda oldini olish choralarini ko'rib kelmoqdamiz hozir bugungi kunda nima qilib. Targ'ibot tadbirlari faqat ijtimoiy tarmoq yoki televideniyalar bilan cheklanib qolyaptimi? Hududlarga borgan holatda, xonadonlarga kirgan holatda ham targ'ibot tadbirlari bo'lyaptimi? Biz bilamiz, endi yoshlar internetdan ko'rib olishi mumkin. Amal qiladimi, yo'qmi? Endi bu o'zining o'sha bilimlariga bog'liq. Va yoshi katta insonlar bo'lishi mumkin, oddiy qurilmadan foydalanayotgan fuqarolarimiz bo'lishi mumkin. Ana ularga tushuntirish ishlari qanday tashkil etilyapti? Hozirda Chilonzor misolida aytadigan bo'lsak, 100 ta xodim hozir targ'ibot ishlarini olib boryapti. Jalb qilingan 100 ta xodim. Har bitta oliy ta'lim, maktab, korxona tashkilotlar, bundan tashqari har bitta xonadonga kirib chiqilmoqda. Kiberjinoyatchilikning usullari tushuntirilib, har bitta fuqaro Telegram kanallariga Cyberbot ilovalarini yuklab bermoqda va 2 bosqichli himoya o'rnatilib berilmoqda. Har bitta xonadonda va obyektlarda, davlat korxonalarida. Va bu bo'yicha targ'ibot tadbirlari adashmasam har bir hududda amalga oshirilmoqda. Qo'shimcha sifatida marhamat. Targ'ibot tadbirlarini o'tkazishda asosan ijtimoiy qatlam ko'rinishida guruhlarga bo'lgan holda targ'ibot tadbirlari olib boriladi. Ya'niki ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan qatlamlar uchun o'sha mashhur shaxslar, blogerlar, taniqli shaxslar orqali o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ibot tadbirlari o'tkaziladigan bo'lsa, yoshi katta internetda faol bo'lmagan qatlam uchun o'sha mahallalarda bevosita uchrashuvlar, yig'ilishlar o'tkazish orqali ularga hozirgi kundagi dolzarb mavzular yetkazilib borilmoqda. Bundan tashqari bizda diniy mavzuda faoliyat ko'rsatuvchi blogerlarimiz va boshqalar bilan hamkorlikda ham video materiallar tayyorlab efirlarga uzatilmoqda. Rahmat. Raqamli texnologiyalar hayotimizni yengillashtiryapti. Shu bilan birgalikda esa bir qator muammolarni ham yuzaga chiqaryapti va bugun ekspertlarimiz bilan birgalikda aynan nimalar qilish kerak, nimalarga e'tibor qaratish kerak degan aniq tavsiyalarni oldik va yana muhim bo'lgan tavsiyalar bo'lsa, marhamat tinglaymiz. Umumiy xulosaviy fikrlar va murojaatlar uchun aniq manzillarni ham yana bir marta eslatib o'tsak, yaxshi bo'lardi, maqsadga muvofiq bo'lardi. Marhamat. Avvalambor fuqarolarimizdan oddiy bir qoidalarga amal qilishni so'rab qolardik. O'zini masalan bank xodimi, to'lov tizimi xodimlarimiz deb qo'ng'iroq qilishsa, uning shaxsiy ma'lumotlari va SMS kodlarini so'rasa hech kimga hech qachon bermasligini yoki bo'lmasa qanaqadir jinoyat sodir qilganligini vaj qilib, huquqni muhofazachi organlar xodimlarimiz deb aloqaga chiqsa ham hech qanaqa shaxsiy ma'lumotlarni bermasligini va pul mablag'larini begona shaxslarga o'tkazib bermasligini, ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa vaqtda pulni ko'paytiramiz degan reklamalarga umuman ishonmasligi va begona tanimagan shaxslarga pul mablag'larini o'tkazmasligini yoki onlayn shoplar, hayot aytganingizdek zamon talabi onlayn shoplardan foydalanganda
nima olishdan qat'iy nazar mahsulotni qo'liga olib tekshirgandan keyin pulni o'tkazib berishliklarini tavsiya etardik. Asosiy jinoyat turlari bizda shu holatlarda sodir bo'lib kelmoqda. Marhamat, xulosaviy fikrlar. Kodni bermaslik, havolani tekshirish, shubhali xabarga ishonmaslik katta muammolarni oldini oladi. Bu qoidalarni bajarish qiyin emas, unga rioya qilish, amal qilmaslik oqibati dahshatli bo'lishi mumkin. Shu ma'noda kiberxavfsizlik texnologiyadan ko'ra ko'proq ong va e'tiborga bog'liq. Raqamli jamiyatda xavfsizlikni faqat davlat ta'minlab bermaydi. Fuqaroni o'zi hushyor bo'lishi kerak har doim deb o'ylayman. Rahmat, marhamat. Kiberxavfsizlik bu faqatgina tashkilotlarning emas, har bir fuqarolarning mas'uliyati deb bilaman. Shu sababli shaxsiy ma'lumotlarini asrashliklarini va bu haqida yaqinlarini ogohlikka chaqirishliklarini so'rab qolgan bo'lardim har bitta fuqaroni. Ya'ni bank kartalarini, ya'ni shaxsiy ma'lumot deganda o'zi aslida har bitta fuqaroning tug'ilgan sanasi, tug'ilgan joyi, rasmi ham shaxsiy ma'lumotlar safiga kiradi. Shu sababdan ham bank kartalarini, shaxsiy ma'lumotlarni shubhali ilovalardan, saytlardan kiritmaslik, ya'ni bank karta raqamlarini, CVV raqamlari bor, ularni ham sir saqlashlik, shu bilan birga ilovalarni faqatgina rasmiy sahifalardan yuklab olish va ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan turli xil xabarlarni ko'rib turib, tezlikda xulosa chiqarmaslik. Tezlikda faqatgina o'sha rasmiy manbalarni bergan axborotlari va ma'lumotlariga tayanib ish ko'rishliklarini so'rab qolgan bo'lardik. Rahmat ma'lumotlar uchun, marhamat. Fuqarolarimizga tavsiya sifatida o'sha kiber jinoyatlarning qurboni bo'lib qolgan holatlarida hududiy ichki ishlar bo'limlariga yoki 102 qisqa raqamga murojaat qilishlarini tavsiya qilgan bo'lamiz. Rahmat ma'lumotlar uchun. Agarda sizga kimdir qo'ng'iroq qilib, qaysidir tanlovda yutib oldingiz yoki bo'lmasa sizga bir chegirmalarimiz mavjud yoki bankdan telefon qilyapmiz yoki bo'lmasa fuqarolar hujjatlarini rasmiylashtirish manzillaridan telefon qilyapmiz deb shaxsiy ma'lumotlaringizni so'raydigan bo'lsa, aslo ishonmang. Bugun mutaxassislarimiz aynan mana shu bo'yicha bizga kerakli bilimlarni va nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan masalalarga alohida e'tibor qaratdilar va aniq tavsiyalarni berdilar. Hushyor bo'ling, bugun imkoniyatlar kengaygan sari tahdidlar ham ortib boryapti. Renessans minbarida biz dushanbadan jumagacha mana shunday muhim bo'lgan mavzularni muhokama qilishga doim tayyormiz. Bizdan uzoqlashmang, xayr salomat bo'ling.